Denov tumanidagi Xo'ja Muhammad Shayx Attor Vali ziyoratgohiga kelganmiz. Ziyoratgohni o'zlaringiz ko'rasizlar. Said Muhammad Shayx Attor Vali jamoat masjidi Denov shahridagi. Mana kirib kerak. Oxun Boboyev namozgoh deyapti. Abdulla bobomiz. Mana kirib ziyorat qilamiz. Mana jome masjidga kirib kelganmiz, ziyoratgohga. Qani Abdulla aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz bu jome masjid, bu ziyoratgoh to'g'risida bir fikrlar ayting qani? Bu ziyoratgoh bundan bir 5-6-10 yillar oldin bir xarobat, chang edi. Mana bu masjidlar mana 91-yil qurilib, mana shundan hozir mana shuni ala prezidentimizning farmoni bilan mana bu yo'llardan chang umuman yurish juda qiyin edi. Aha. Kunda mana shunday manzaraga aylantirdi prezidentimiz tashabbusi bilan. Tarixini aytingchi, bu majmua Tarixi juda uzoq. Aha. Tarixi uzoq. Imom Buxoriyning 4-kuyovlari necha asrlar oldin kelib ana shu yerga tuyalarida qo'ngan, o'sha yerda makon tutgan. O'sha joyga olayotgan. Mana bu 40 gektarlik sarmazor, bosh mozor deydi. Aha. Kengligi 40 gektar tashkil etadi. Bu Mana ke shu joyga kelib qo'nganmi keyinchi? shu yerlarda Bu necha yillik? 5 bo'lyapti, kim biladi, 600 yilmi? 500-600 yil nihoyat tubi katta Abdulla bo. Endi kim biladi? Qadimiy joyda bu yer endi. Denov tuman atroflari. Xo'ja Olovuddin Attor Vali ziyoratgohiga mana kirib kelyapmiz. Mana qani. نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله Bu zot Shayx Attor Vali Hazratlari ismlari Said Muhammad Shayx Aloddin Attor Vali Hazratlari Bahodir Naqshbandiy bobomizning shogirdlari ham kuyovlari. O'zlari tariqatdagi yetuk namoyandalardan. Buxoroy shahrida yashaganlar va Buxorodan kelib bu diyorda 10 yil yashab 1399-yilda vafot etganlar. Bahodir Naqshbandiy Hazratlarining juda sodiq bosh xalifalari. Bu zotning oila xonadon ahllari boy badolat bo'lgan. Shunga qaramasdan juda bir faqir zot bo'lganlarda o'zlarini ilmi irfonga bag'ishlagan, tariqat yo'liga ham shariat yo'llarini bir zaylda olib ketganlar. Shariat ilmlarini Buxoroda madrasada olganlar, tariqat ilmini esa Shoh Bahodir Naqshbandiy hazratlaridan olganlar. Bu zot yoshligida Naqshbandiy hazrat bobomiz bu zotga olma sottirganlar. Ya'ni o'zlaridagi mana kibr, nafs degan narsani sindirishning maqsadida olma sotganlar. Ya'ni o'sha vaqtda olma eng past darajali narsa bo'lgan. Endi bu yegilikda yomonlik bo'lmaydi. O'sha vaqtda olma sotgan odamlar juda bir nima desam bo'ladi? Past tabaqali odam bo'lgan ekan. Qashshab. O'sha maqsadda Naqshbandiy hazratlari olma sottirgan ekanda. Birinchi aytadi, Buxoroda o'zini tanimaydigan mahallada Sovetga olmani solatdan sotib yurardi. Keyin aytadiki, endi biz akalarimizni do'konini oldiga o'tirib olma sotasiz. Va bu zot akalarim do'konini oldiga o'tirib olma sotib o'tirsa, akalari ko'rib qolib, nega bunday olma sotib bunday yuribsan? Nimaga bunday ish qilib yuribsan deb Naqshbandiy Shayx Attor Vali Hazrat bobomizni juda urushib, bu kishini nima qilarlardi? Keyin aytadiki, meni ustozim menga mana shu ishni buyurgan. Sizlar meni bu ishimdan qaytara olmaysizlar. Men yana kelib sizlar do'konlaringizning oldiga o'tirib, baqirib olma sotaman deb Naqshbandiy hazratlarining huzuriga boradi. Kelganlarda bu yerlar bir Qachon vafot etgan dedingiz? 1399. Hmm. Bu yerlar bir cho'li bu yog'im dash bo'lgan. Hech kim Ko'proq
Ha, sherlarni kelib o'ziga makon qilib yashaganlar va sherlarni obod qilib mana bu daraxtlar mana Bitta savol bu kishi Abdulla akam aytdiki, Imom al-Buxoriyning 4-kuyovlari bo'lgan dedi. Men aytdim men inkor qildim. Adashdimmi bu kishi? Bahodir Naqshbandiy hazratlari kuyovlari. Ha, bu kishi Imom al-Buxoriy deydi, demak. Endi hammasi ham menga avliyo. Ha, shunday hammasi avliyo ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. Nihoyatda yaxshi. Hazrat Shayx Attor Vali ziyoratgohining yer osti qismi mana bu yerda mana 5 barmoq bor ekan. Shu 5 barmoqqa men ham bir niyat qilib, iloyim ishlarimiz ijobat bo'lsin. Albatta. Yurtimiz gullab yashnasin deb mana barmoqni qo'yib, mana yurtimiz tinchlik bo'lsin, yurtboshimiz islohotlar abadiy bo'lsin, xalqimiz boy, badavlat, sog'-omon bo'lsin deb mana qo'ydik 5 Ko'klar. Mana. Har 2 metr bormi?